Muş münasebet bilen hemen ulug' ustozimiz İsamkam'dan naq maydonda bo'lgan ishlardan birini deb beraylik. Hammamizga ma'lum. İsamkam iqtisodga sal qattiqroqda. Bir kuni bir oshxonaning oldida birisini izlab kirib ketib qolsam, İsamkam o'tirib kavob yegil turibdi. Kela kavob yeymiz dedi, yemayman. Sen börek kavob dedi. Voy börek kavob bo'lsa yemayman. Sen bilmaysan da. Börek yesang börkingga foyda qiladi. Jurak yesang jurakingga deydi. Men qiziqchilik qilib deb qo'ydim. Biz pochoq yeb puton tuzlab olsam ummamda desam, İsamkam turib ketib, to'ginikini yeb uzatib olamsan ya dedi. O'sha bizning uydagilar doimli uy kirsam, bekor juramsiz. Bir ish tepib ishilsiz ummamda bu balla uşaq bo'lganda ekan. Degandan keyin men ko'chaga chiqib e'lon izlab qoldim. E'lon izlab buraya e'lon qarsam, o'sha maash yaxshikan, shu bordim bu yerga. Bir bulal paranglasam, böyle mallı vaqadigan bir şirketkende sütün satıdığan. Men nima ish qilma desam, meşhad bir qiyir qoldim 5-6 soatda shuning çöp chaynab bersa deydi. Ya bo'lmaydi ekan. Buni yaratmay, yana bir e'lon qilsam, bank xizmatchisi qabul qilmas. Dedi, berib shu paranglasam, maoshing 2000 koy. Dedi, onda tizimni taydab kirib, endi nima ish qilma bu bankada. Desem, bankın aldığında tılını çıkarıp dursa, biz bunda kolumuzu tekizip pul sanayımız değil. Mava, xiyaliyle jurduğa üç adaş, bütün Şincan'ı bir ziyaret hem ticaret kılmayımız mı deyip, Gulcu'dan başlayıp, Janub Şincan Kaşqa atış korulu olup, tarımının kumluğu ketpasa, tuyuksuz aldı kapak tek birini yol kıptı de. O nime o, birini tepkine, benim buluduğu dese, birinci жүгіріп баған бетелер бірін тепіткесі бұл қапақ кен бұл. Оңғыдыл ağzı işіліп кетіп іштеден топылан шығырып, бір әвелия шығып. Ма нәтижелі ятқан маңын ішеді. Бүгін сіләк құтқаздыңла. Әр біріңла бірден тәлдіңландыңла, ола құлық тұтқан тұры етіп кетейдісе, біріншісі қатық мал дүния қамырақ кенде. Әвелия, мәшәкі түгемейдіған бірді алтын үшіріп әсіңіз. О, бұлы да фұштлық бірді алтын үшіріп беріп, ішкесік сәндері. Десе, ішкесі мұда тұрып кетті. Әвелия, ma ağinamның altını meşhad qilib qolmisan. Mende 5 prov bor deng. Menga yuk mashinani bir chiqarib bersangiz, shundan oltinni olib bersam. Ma'qul deb uning ushliq tayya shallollar bilan pechatli bir mashina chiqarib berib, bo'ldimi deb turishiga 3-chi kulib delik qopdi-da. Oldida tayya avliyo odat filmlarni deb qo'yadi deb. Sandara desa, avliyo menikini qandira olamlar. O dara biz avliyo desaq desa, mening talabim kunda bu shaharning ichini oylanib bilsam. Kolum zaten puldan üzülmüşse, kolum pul görüp tutsa depti ki, ama akılda bir koçap tuzgu bile çıkıp koydu dedi. Kolumdaki balını. Bunu bir gün öyde otarsam, bir tilemci Oyluğa kirib, qattiq vaqirab otidi. Amin, to'g'gunani, sadiq bolaniya deb derizda qarsam, bir tilamchining 5 yillik ko'rdim. Yonjiqimdan bir ko'y pulni yeb chiqsam, motorning tepida o'tirib olibdi. Amin, sadiq bolaniya, to'g'gunaniya deydi. Ey, sening iqtisoding menda yaxshi-ku. Sen bu motorlarni tilab otamsan desam, mashinani Urumchi Noposokdagi ketib, motor qilib qoldim deydi. Moşa bir hayvanlar bir yerde arak çıkaptı da. İş qilib toza mas'ulgan keyin qarshi burkut yolg'iz ketbag'idek. Elqin vaqirab tushirib olibdi, voy to'xta deb tushirib elib, pil haraqni zo'lab bu burkutni mas qilibdi-da. Qilayotgan burkut kashog'in men ketay. Daraxtning ichida bolalarım yolg'iz qolgan, chipkasi o'lib qoldi. Desa pil buning ruxsat qilibdi, kessan ketdi kashib ketdi dedi. Şöyle burkut o'ng qanotini ko'tarsin uchamaydi, so'ngni ko'tarsin uchamaydi. Şuna onlar rallop ketib o'rmonda ikki qanotini kayni qilib piyoda ketdi deydi. Endi acayip mijozlik yosh bolalarimiz var da bizning. Va bir qo'shnimizningki bir bolasi bor, dadasi cho'ngroq odam. Telefon so'zlashdi bu. Bu so'zlashganda 3 soat, 4 soat mundaq so'zlashdi bu. Bir kun dadasi kirib, menga dadini aytibdi, cho'ngroq odam ishlar qilmagan. Ro'ziya, voy nima bo'ldi?
Ya bizim layıkacılık terbiye kıp koygun evi. Nemige? Gel sen sözleşiyatı da bu. Kulluğum yıkıp ketmeydik ya bununki. O hem sözlersem yaş balığı ki koyup ketsin. O sen ondan iyinin ulan. Telefonun pulunu ben söyle atmayayım mı? Aydı 500 sum, 600 sum bu mide jüre terbiye kıl dedi. Makul da terbiye kılay da kirip körüşüp oturup turşumuz kıl öy telefon kekibedi. Balısı bağan petilen telefon elip 52 minuttek sözleşti bu. Sözleşip telefonu koyup tipli gelişi daha hey yaman kısık sözleştin ko bir gün. Ya şu da bir hata uğrayıp ki çakan koyuverdim deydi. Mavu Rozaxun inimizning uydagilar uygunishga cho'ng shahar ketibdi-da. Rozaxunga telefon qilgan gap. Rozaxunga telefon qilib askartibdi. Rozaxun, men at soat 10da vokzalga yetib borman. Shuningga jiddiy oldimga chiqqan. Dispu xo'shib ketib, uzundan beri egildi baqqan bir shosh etiboga bu otni minib yo'l qarab menibdi-da. Bu uzundan beri zerikib ketgan ot bo'lgan ekan, buni boshqurishi kelmay birdan u yoqqa, birdan bu yoqqa so'rab, buni bek avar qilibdi, otdan tushib, otning beshi qamchi ikkini qo'yib, "Ey, bu telefon manka sen nima chaldiraysan?" dedi. Mesela G'o'zida yampo'chin eqib ketgan mezgili, "Naq tudaxim bil bazab yiqirayl" deb ketpasak, bir og'inam yo'liqib qoldi. "Assalomu alaykum" deydi, "Yenetkin to'lmaymiz, o'risganda u." Demiş qilyapsiz, "Man yetlab mal apirvatdim." Dedi, "Yaxshi bo'pti, pul tap ashtatsa qiliq o'ris." Gepim bo'letiblam uyg'urcha bildi ekan bu. "Ey, isming nima?" deydi. "Yebi" desam, "O, tanishib qoldik. Yaxshi bo'ldi" dedi. "Nima bo'ldi" desam, "Munda qo'chaqus 30 mingni olatdim" deydi.